Jang yakunida To'xtar g'alaba qozondi. Timur Nikulin esa hatto 1 daqiqa ham dosh bera olmadi. Erka bilan To'xtar va nihoyat niyatiga yetdi. Arenada Goldga rasmiy tarzda vizif tashladi. Gol qaydasan? Gold esa arenaga martlarcha qo'rqmasdan qadam bosib chiqdi. Ammo eng achinarlisi shu jarayonda Goldga yetarlicha qo'llab-quvvatlash bo'lmadi. Balki arenada To'xtarning muxlislari ko'pdir, ammo Gold o'zbek farzandi-yu. Bu borada o'zi ham chuqur va keng fikrlarni gapirib o'tdi. Men bitta narsani aytib ketmoqchimanki, Humo arenaga o'zbeklardan ko'p qozoqlar ko'p. Sportsmenga birinchi boka, glamniy boka nima kerak? Bilasizlar, poddeshka kerak. Menga pul ishlasasi ko'p qiziq emas. Menga bitta glamniysi poddeshka qiziq, poddeshka bo'lishi kerak. Shundan so'ng minglab kuzatuvchilar Timur Nikulindan tashqari boshqa sportchimiz yo'qmidi deb da'vo qilishdi. Bak nima sharmandachilik bu? Nima ahvol bu? O'la. O'zbekistonga kelib bitarib ketyapti. Chiqaq. Yo, nima bor bunda sharmanda qilib? Normalniy odamni qo'ysa o'lami bular, ey? Gold o'zbek farzandi, o'zbek o'g'loni har doim biz bilan yelkama-yelka turadigan mard yigitdir. Kelinglar, Goldni qo'llab-quvvatlaylik. Bayrog'imizni yanada yuksaklarga ko'tarsin. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. Mujika, yaxshimisizlar? Mana glazma-glaz bo'ldi, ko'rdinglar. Men bitta narsani aytib ketmoqchimanki, Humo arenaga o'zbeklardan ko'p qozoqlar ko'p. Sportsmenga birinchi boka, glamniy boka nima kerak? Bilasizlar, poddeshka kerak. Menga pul ishlasasi ko'p qiziq emas. Menga bitta glamniysi poddeshka qiziq, poddeshka bo'lishi kerak. Humoga o'zbekistonliklar yo'q. Balki uni erkak bo'landi boyi qiziqmasdir kelmagandir, lekin qozoq ko'pdir. Lekin men jang qilsam, xudo xolasa. Menga aytolmayman, yonimga poddeshka bo'linglar, qo'llab-quvvatlanglar, men shu tishlab uzib o'tiraman. İnşallah. Allah dizmeler. Kelam neyse Allah xohlasa, inşallah. Avvalo Allah. Sizlar uzib o'tiraman. Sizlar meni kelam neysizlarni menga poddeshkalaringiz kerak. Bo'ldi. Yana ham yonaman. O'zbekistonga mana bunaqa hayqira olmaydi boshqa davlatda. Bak nima sharmandachilik bu? Nima ahvol bu? O'la. O'zbekistonga kelib bitarib ketyapti. Chiqaq. Yo, nima bor bunda sharmanda qilib? Normalniy odamni qo'ysa o'lami bular, ey? Shuni men voy chort 12 gacha kutibman buni. O'la it urganda. Voy chort. Yaqinsiz-da. Bu Nikulinni asosiy o'tkazdi. Voy chort, meni qo'ymaydim. Hech bo'lmasa bir raundga bo'lsa ham to'liq chida berardim. O'la. Erkak bulanga malades. Yutib qo'ydi erkak bulan. Qoramini chiqarib yubor. Yo, men qaranglar-da, akalar. Alam qilyapti-da. O'zbekistonda bo'lyapti. Normalniy bayis yo'qmi? Ashini qo'y, dastoyniy bo'y ko'raylik. Yutkizsa ham, dastoyniy yutkizsa 10 sekundda nokaut bo'lyapti. It ustidan kulgandan kuladi endi mana uni. Biznikilar popullab qolib ketaveradi endi. Sharmanda. Shuni men 4 soat kutdimmi? Voy chort. O'zi u bola madhani ham ayta olmadi, mandaraj bo'lganidan ruhiyati tushib ketuvdi. 10 sekund ham turib yemadi. Ama lekin malades bu yutdi, dastoyniy. Mujik. Voy, qorami, yomon bo'ldi. Bunaqa nerv buzilyapti. Qanday bu 9 ta bo'y yutgan bu ahvoli bilan, akalar? Xullas erkak bilan omadini bersin. Ko'ra olmaslik yo'q. Marazlik qilmaymiz. Lekin boshqa bayis yo'qmidi O'zbekistonda? Boshqa dastoyniy bayis yo'qmidi? Sharmanda bo'ldi, xullas, sharmanda.